Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videomizda O'zbekistonning tashqi qarzi qancha ekanligi hamda uning nimalarga sarflanayotgani haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. O'zbekiston yalpi tashqi qarzi 82 milliard dollardan oshdi. O'zbekistonning umumiy tashqi qarzi bir yilda 18,1 milliard dollarga 28% ga ko'paydi. Markaziy bank bunda korporativ qarzlar ulushi keskin oshganini ochiqladi. 2026-yil 1-yanvar holatiga ko'ra O'zbekistonning umumiy tashqi qarzi 82,2 milliard dollarga yetdi. Shuning 40,5 milliard dollarini davlat, 41,7 milliard dollarini banklar va korxonalar korporativ jalb qilgan. Regulyator rasmiylar 2026-yil 28-aprel kuni jurnalistlar bilan o'tgan muloqotda davlat korxonalarining korporativ tashqi qarzlardagi ulushi 50% dan kamligini bildirdi. Bir yil ichida davlat qarzi 6,6 milliard dollarga 19,4% ga, korporativ kreditlar 11,5 milliard dollarga 36,3% ga ko'paygan. Markaziy bank korporativ tashqi qarz bo'yicha davlat majburiyati mavjud emasligini alohida eslatib o'tgan. Korxonalar qarz olsa, uni o'z mablag'i hisobidan qaytarishi bildirilgan. Joriy yil boshida davlat tashqi qarzi qoldig'i yalpi ichki mahsulotga nisbatan 27,5% ni tashkil etdi. Bu ko'rsatkich 2024-yildagiga nisbatan 0,4% ga pasaygan. Korporativ tashqi qarz ulushi esa yalpi ichki mahsulotga nisbatan 28,4% ga yetgan. Mazkur raqam bir yil oldingidan 2% ga o'sgan. Korporativ tashqi qarz tarkibida to'g'ridan to'g'ri investitsiya kiritgan xorijiy investorlardan jalb qilingan mablag' qoldig'i 6,5 milliard dollarni, xalqaro obligatsiyalar joylashtirish orqali olingan mablag' 7,3 milliard dollarni tashkil etdi. Qolgan qismi esa xususiy sektor, jumladan xo'jalik subyektlari va banklar tomonidan investitsiya loyihalarini moliyalashtirish, aylanma mablag'larni to'ldirish va biznes faoliyatini kengaytirish maqsadlarida davlat kafolatisiz jalb qilingan kredit va qarzlar hisobiga shakllandi, deyiladi Markaziy bank sharhida. Davlat qarzi bo'yicha raqamlar. Iqtisodiyot va moliya vazirligi davlat tashqi qarzlarining 22,3 dollarini 56% xalqaro moliya institutlari berganini ochiqlagandi. Ular orasida Jahon banki eng ko'p kredit ajratgan 8,95 milliard dollar. Osiyo taraqqiyot banki ham yirik qarz beruvchilardan bo'lgan 8,35 milliard dollar. Tashqi qarzning 11,66 milliard dollarini 29% xorijiy hukumatlarning moliya tashkilotlari bergan. Eng yirik kreditlar Xitoy taraqqiyot davlat banki va Eksimbanki tomonidan ajratilgan. Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligi ham deyarli 3 milliard dollar qarz bergan. Shuningdek, xalqaro obligatsiyalar chiqarish evaziga xorijiy investorlardan 5,9 milliard dollar qarz jalb qilingan. Pullar nimalarga sarflangan? Davlat tashqi qarzining teng yarmi 19,83 milliard dollar byudjet taqchilligini yopishga sarflangan. Ya'ni byudjet xarajatlari daromadlardan ko'payib ketishi oqibatida kredit olishga to'g'ri kelgan. Qolgani turli sohalarga yo'naltirilgan. Masalan, 5,6 milliard dollar miqdoridagi mablag'lar yonilg'i energetika sanoatiga sarflangan. Transport va transport infratuzilmasiga 3 milliard dollar, qishloq va suv xo'jaligiga 3,3 milliard dollar ishlatilgan. Yana uy-joy kommunal xo'jaligiga
3,2 milliard dollar ajratilgan. Sog'liqni saqlash, ta'lim, axborot va kommunikatsiya texnologiyalari hamda boshqa sektorlarga 3,5 milliard dollar yo'naltirilgan. Kimyo sanoatiga 662 million dollar, tadbirkorlik faoliyati va sanoat ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlashga 612 million dollar ketgan. 2026-yilda ham tashqi qarz olinadi. Byudjet to'g'risidagi qonunda 2026-yil uchun yana 5 milliard dollargacha davlat tashqi qarzi olinishi belgilangan. Shundan yarmi byudjet taqchilligini yopishga, qolgani investitsiya loyihalarini moliyalashtirishga sarflanadi. Joriy yilda byudjetdan davlat qarziga xizmat ko'rsatish bo'yicha foiz to'lovlari uchun 24 trillion so'm, ya'ni 2 milliard dollar atrofida ajratilishi belgilangan. Manba: daryo.uz sayti.